Kukunimiz qanday go'zalligini. 4 metrlik. Bitta bo'y texnikalarni joylab berganmiz, chiroyli qilib. Mikrovalnovka, duxovka. Hali beri ichiga narsalarni qo'yib ulgurmadi. Profilli oyna, kalyonli. Endi birma-bir fishkalarni ko'rsataman. Bu yerda yog' so'ygani kargolari bor. Paddonlar qo'yilgan. Ikki tomonda qo'yilgan gazga. Qulay bo'lish uchun. Svetlari ham sensorli. O'sha yerda o'zidan shunday nima qilsa, mana o'chadi. Buni ovozga ham hamma yoqqa qilib qo'ysa bo'ladi. Esa qulay degan uchun shunaqa berganmiz. Bu yerda suv shilkasi. Suv shilkani atay kichkina qo'yib turib, yoniga polka qo'yib berganmiz. Altrisonni bo'yni balandligini o'zi 1.15. Tagini 2.90, o'rtasi 60. Mo'kasini ham hamma fishkasi bor. Rossiyskiy stolishnisalar, profilli ruchka, burası hamma yo'g'i navorot. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aytib olasizlar. Oldingi qilgan mebellarimiz ham hozir ko'rsataman. Shu eshikni ham o'zimiz qilganmiz. Bu yerda mebellar, divan, oynalarda, kataloglarda ham 10 yil, 15 yil burun o'zim qilganman. Eshiklarni mana bu kupe shkaflarni. İçeridagi mebellarni ham o'zimiz qilganmiz. Ularni ham bir ko'rsatishga harakat qilaman.